133-maktab 8-sinf o'quvchilarini ifloslangan suvni tozalash va undan oqilona foydalanish bo'yicha loyiha ishi. Birinchi o'rinda biz toshi o'rniga bu yerda gubka solganmiz maket sifatida, lekin aslida bu loyiha ishida maketda nafaqat tabiat resurslaridan, balki chiqindilardan ham oqilona foydalanish imkoni mavjud. Ya'ni gubkani o'rniga mayda polietilen bo'laklarini ishlatsa bo'ladi. Suv quyilgandan keyin gubka ham, o'sha mayda polietilen bo'laklari ham suv o'sha toshni o'rnini bosa oladi va undan chiqqan suv qumga boradi. Qumda ham tozalanib, u faollashtirilgan ko'mir bosqichiga yetadi. U yoqda ham ma'lum bir jarayondan o'tgandan so'ng u filtratsiya jarayonida so'nggi bosqichiga boradi. Ya'ni biz bu yoqda filtr qog'oz ishlatganmiz. Aynan shunga o'xshagan narsa ishlatsa bo'ladi. Undan keyin toza suv ma'lum bir joyga yig'iladi. Yig'ilgandan so'ng esa trubalar orqali aholi yashash punktlariga va yashash joylariga ulanadi. Lekin bu suv iste'mol uchun emas, balki mashina yuvish yoki bo'lmasa har xil narsalarni idishlarni yoki bo'lmasa oddiygina qo'l yuvish uchun rakvinalarga trubalarni ulab qo'yilsa, ichimlik suvidan ham va bu tozalangan suvlardan ham oqilona foydalansa bo'ladi.